Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda jiddiy va dolzarb mavzu haqida gaplashish uchun yig'ildim. Bu ma'lumot ayniqsa 2026 yil 6 maydan boshlab barcha pensionerlar uchun yomon yangiliklarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Agar sizning oilangizda pensionerlar bo'lsa yoki o'zingiz kelajakda pensiya olmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun nihoyatda muhim. Har bir so'zimni sinchiklab eshiting, chunki gap sizning moliyaviy barqarorligingiz, kelajagingiz va oilangizning osoyishtaligi haqida ketmoqda. Vaziyat juda murakkab va hozirdanoq uni tushunish, tayyorlanish shart. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Va shu zahotiyoq kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi muhim xabarlardan ham birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Ishonchim komil, bugungi ma'lumot sizning hayotingizda katta ahamiyat kasb etadi va sizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Endi esa eng asosiy mavzuga o'taylik, ya'ni bu qanday yangilik va nima uchun u aynan 2026 yil 6 maydan kuchga kiradi. Avvalo eski tizim qanday ishlaga qamanning ishlini tushina tushunib olaylik. Shunda yangi o'zgarishlarning mohiyatini chuqurroq anglab yetamiz. Oldinlari, ya'ni hozirgi kungacha pensionerlarning aksariyati pensiya olishda juda sodda va an'anaviy sxema bo'yicha harakat qilardi. Pensiya tayinlashda asosiy e'tibor staji va ish haqi miqdoriga qaratilardi. Bu ikki ko'rsatkich eng muhim omil bo'lib, pensiya miqdorini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynardi. Ya'ni ko'proq ish stajiga ega bo'lgan va nisbatan yuqori maosh olgan fuqarolar albatta kattaroq pensiyaga umid qila olardi. Pensiya tayinlash uchun ariza berilganda fuqarolar o'zlarining mehnat daftarchasini, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni, ish haqining aksargi 5 yilidagi yoki umuman butun ish staji davomidagi ma'lumotlarini taqdim etishardi. Pensiya fondi iqtisodiyimlari esa ushbu hujjatlar asosida joriy qonunchilikka muvofiq pensiya miqdorini hisoblab chiqarishardi. Ko'p hollarda agar hujjatlarda kamchiliklar bo'lmasa, jarayon ancha tez va oson kechardi. Qolaversa, pensiya miqdori mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va iqtisodiy o'sishga qarab muntazam ravishda indeksatsiya qilinib, oshirib borilardi. Bu esa pensionerlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan muhim mexanizm edi. Qo'shimcha ravishda ayrim toifadagi fuqarolar uchun, masalan, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki maxsus xizmatlari uchun alohida ustamalar va imtiyozlar ko'zda tutilgan edi. Bu mexanizmlar pensionerlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qilgan. Ammo hurmatli tomoshabinlar, 2026 yil 6 maydan boshlab bu tizimda jiddiy va sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Aynan shu kundan boshlab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining pension ta'minoti tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025 yil 15 dekabrdagi eng sonli qarori kuchga kiradi. Bu qarorga ko'ra pensiya tayinlash va to'lash jarayonida bir qator yangi talablar va cheklovlar joriy etiladi. Eng yomon yangiliklardan biri shundaki, ko'plab qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar qayta ko'rib chiqiladi. Ba'zilari esa butunlay bekor qilinishi yoki ularni olish shartlari keskin o'zgartirilishi mumkin. Oldinlari ma'lum bir toifadagi pensionerlar uchun mavjud bo'lgan maxsus koeffitsiyentlar va imtiyozlar, masalan, chekka hududlarda ishlaganlik uchun beriladigan ustamalar yoki ayrim soha mutaxassislari uchun maxsus pensiyalar endilikda faqatgina juda cheklangan doiradagi fuqarolarga taqdim etilishi kutilmoqda. Bu esa ko'plab pensionerlarning umid qilganidan kamroq pensiya olishiga yoki mavjud pensiya miqdorining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi muhim o'zgarish, bu pensiya tayinlash uchun zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etish va ularni tasdiqlash tartiblarining keskin murakkablashuvi bilan bog'liq. Yangi qoidalar bo'yicha pensiya jamg'armasi har bir fuqarodan faqatgina tasdiqlangan va elektron bazada mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qabul qiladi. Bu degani, agar sizning mehnat daftarchangizdagi ba'zi yozuvlar eski namunadagi bo'lsa yoki ish stajingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, sizdan qo'shimcha ravishda arxival ma'lumotnomalar yoki sud orqali tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu jarayon esa ko'p vaqt va mablag' talab etishi, shuningdek pensiya tayinlash muddatini sezilarli darajada cho'zib yuborishi mumkin. Uchinchi jiddiy masala esa pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmiga o'zgartirishlar kiritilishi. Oldinlari pensiyalar inflyatsiya darajasiga qarab muntazam oshirib borilgan bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha bu jarayon yanada murakkablashishi
وبنسيالرنين ريال قيمة انفلياتسيا سوراتيغا مصرفشدا وش مسليك صفي موجود بو اسا بنسيونير صارت قابليتيني بسيتريب ولرنين ترمش شرويتيغا سلبي تأثير كورساتيشي ممكن shuningdek nafaqat pensiya miqdoriga oid o'zgarishlar balki pensiyalarni olish tartibiga ham yangi cheklovlar kiritilishi ehtimoli bor. Masalan, ba'zi pensionerlar uchun har yili hujjatlarini qayta tasdiqlash zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu esa ayniqsa keksa yoshli va kasalligi bor pensionerlar uchun ortiqcha ovoragarchilik va qiyinchilik tug'diradi. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qiladi, kimlar ko'proq savotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Bu juda muhim qism, iltimos diqqat bilan eshiting. Birinchi navbatda bu yangiliklar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun juda muhim. Agar siz hozirda lifsattab yil ichida pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan sana kokongishi demama kahambalak siz eng xavfli guruhdasiz. Chunki sizning pensiyangizni hisoblashda aynan yangi qoidalar qo'llaniladi. Sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlaringiz, jumladan mehnat daftarchasi yozuvlari va ish haqi ma'lumotlari to'liq va elektron bazaga kiritilganligiga alohida e'tibor qaratishingiz kerak. Masalan, Arbotuda yoshli Ahmad aka uzoq yillar qurilish sohasida norasmiy ishlagan. Uning umumiy mehnat staji tibil yildan ortiq, ammo so'nggi 5 yildagi ishi haqidagi ma'lumotlar rasmiy hujjatlarda aks etmagan. Eski qoidalarga ko'ra, u pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilib, qo'shnilaridan yoki hamkasblaridan guvohlik asosida o'z stajini tasdiqlashi mumkin edi. Lekin yangi qoidalar bo'yicha bunday norasmiy ishlangan davrlar hisobga olinmasligi yoki ularni tasdiqlash uchun sud orqali murojaat qilish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu esa Ahmad akaning pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi va uning pensiyasi kutganidan ancha kam bo'lishiga olib keladi. Shu sababli agar sizda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lsa, darhol o'z ishingizni rasmiylashtirish va barcha hujjatlarni tartibga solish choralarini ko'ring. Ikkinchi xavfli guruhga turli sil qo'shimcha ustamalar va imtiyozli pensiyalar oluvchi pensionerlar kiradi. Masalan, 70 yoshli Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi va ayni paytda o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasini ham olgan. Oldinlari bu ikki turdagi to'lovni bir vaqtda olish mumkin edi. Lekin yangi qonun bo'yicha bunday bir vaqtda to'lovlarni olish qoidalari qayta ko'rib chiqiladi. Bu holatda Dilbar opa faqat bitta turdagi pensiyani tanlashga majbur bo'lishi yoki ikkalasi ham sezilarli darajada qisqartirilishi mumkin. Sudda shunday chekka hududlarda ishlaganligi uchun maxsus hududiy koeffitsiyentlar orqali yuqori pensiya olgan Botiraka kabi pensionerlar ham yangi qoidalardan jabr ko'rishi mumkin. 65 yoshli Botiraka 20 yildan ortiq Qoraqalpog'istonning olis ovullaridan birida o'qituvchilik qilgan va shu sababli pensiyasiga qo'shimcha ustama olardi. Endi bu ustamalar bekor qilinishi yoki ularni olish shartlari qattiqlashishi natijasida uning pensiyasi kamayib ketishi mumkin. Bunday holatlar ayniqsa ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, ammo past maosh olganlar uchun og'riqli bo'lishi mumkin, chunki ular aynan shu ustamalar hisobiga o'z pensiyalarini oshirishga harakat qilishgan. Uchinchi guruhga esa hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki ularni rasmiylashtirishda muammolarga duch keladigan fuqarolar kiradi. Ba'zilarining mehnat daftarchasidagi yozuvlar o'chib ketgan, ba'zilari esa ish joyidan to'g'ri ma'lumotnomani ololmaydi. Masalan, Asumur yoshli Gulnora aya eski korxonada ishlagan, ammo korxona yopilib ketgan va arxivi topilmaydi. Oldinroq bu muammoni guvohlar yordamida hal qilishi mumkin edi. Yangi qoidalar esa bunday holatlarda sud orqali yoki boshqa murakkabroq yo'llar bilan stajni tasdiqlashni talab qiladi. Bu esa pensiya tayinlash jarayonini juda qiyinlashtiradi va kechiktiradi. So'sh kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar ehtimol birinchi navbatda allaqachon minimal pensiya oluvchilar uchun unchalik katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Odatda minimal pensiya miqdori davlat tomonidan kafolatlanadi va uning kamaytirilishi juda kam hollarda sodir bo'ladi. Shuningdek, urush faksrilari O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lganlar yoki boshqa davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun maxsus pensiya oluvchilar kabi imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun ham ba'zi himoya mexanizmlari saqlanib qolishi ehtimoli bor. Ularning pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi va bu yangi qoidalar ularga to'g'ri ta'sir etmasligi mumkin. Eng xotirjam bo'lishi mumkin bo'lgan guruh esa
barcha hujjatlari tartibli, rasmiy ish staji to'liq va barcha sug'urta badallari o'z vaqtida to'langan fuqarolardir. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada mavjud bo'lsa va ishingiz har doim rasmiy bo'lgan bo'lsa, siz uchun jarayon nisbatan osonroq kechadi. Shunga qaramay, har bir fuqaro o'z hujjatlarini sinchiklab tekshirishi va agar biron bir shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart. Endi esa hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Bu qism sizga yanada chuqurroq tushuncha beradi va kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishga yordam beradi. Qonunchilikda har doim istisnolar mavjud bo'ladi. Xuddi shunday, pensiya ta'minoti tizimidagi yangi o'zgarishlar ham hamma uchun bir sil darajada ta'sir qilmasligi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, urush faksriyalari, front orqasi mehnatkashlari, davlat mukofotlari bilan taqdirlangan shaxslar yoki O'zbekiston oldidagi alohida xizmatlari uchun maxsus pensiyalar oluvchilar kabi imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun pensiya ta'minoti bo'yicha alohida qoidalar amal qilishi mumkin. Bu toifadagi shaxslar uchun pensiya miqdorining kamaytirilishi yoki tayinlash shartlarining o'g'irlashuvi kabi holatlar kamdan kam kuzatiladi, chunki ularning ijtimoiy himoyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Agar siz ushbu toifalarga mansub bo'lsangiz, o'zingizning huquqlaringiz va imtiyozlaringizni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy himoya tashkilotlariga murojaat qilishingiz muhim. Biroq shuni unutmangki, har bir istisnoga ham o'ziga xos talablar qo'yilishi mumkin. Masalan, hujjatlarni qayta tasdiqlash yoki yangi shakldagi ma'lumotnomalarni taqdim etish. Endi esa tuzoqlarga to'xtalamiz. Eng keng tarqalgan satolardan biri bu hujjatlarni kechib toppa pichime yaşadıklarını şekişşu sadinideti yoki çok toki annoto gade şaksa qilda taqdim etishdir. Ko'pincha odamlar o'zlariga pensiya tayinlash vaqti yaqinlashgandagina hujjatlarni yig'ishga kirishadilar. Ammo yangi qoidalar shuni talab qiladiki, siz hozirdanoq o'z hujjatlaringizni to'g'ri ava ne sava chitende jende de ang ziyad kara kidi ra'ak. Agar siz kech qolsangiz, masalan 2026 yil 6 maydan keyin murojaat qilsangiz va hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, pensiya tayinlash muddati sezilarli darajada cho'zilishi yoki hatto rad etilishi ham mumkin. Boshqa bir tuzoq. Bu firibgarlarning tuzogiga tushib qolishdir. Bu kabi o'zgarishlar davrida turli xil firibgarlar paydo bo'lib, ular o'zlarini pensiya maslahatchilari yoki hujjatlarni tezda rasmiylashtiruvchi vositachilar sifatida ko'rsatib, odamlardan katta miqdorda pul undirishga urinishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Pensiya jamg'armasi va Xalq bankining rasmiy bo'limlaridan tashqari hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pulingizni bermang. Barcha maslahatlar va xizmatlar davlat tashkilotlarida bepul taqdim etiladi. Yana bir e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan holat bu yangi qonun hujjatlarining noto to'g'ri talqin qilinishidir. Ba'zida fuqarolar o'zlarining vaziyatini boshqalar bilan solishtirib noto ag'ri xulosalarga kelishadi. Shuning uchun har doim rasmiy manbalarda ma'lumot olishga harakat qiling. Noaniq nuanslar ham juda muhim. Masalan, sizningcha pensiya yoshiga yetganingizda sizga qancha pensiya tayinlanishi kerak? Ko'pchilik buni oldindan bilmaydi. Yangi tizimda pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat staji va maosh, balki fuqarolarning hayoti davomida pensiya jamg'armasiga to'lagan sug'urta badallari miqdoriga ham ko'proq e'tibor qaratilishi mumkin. Bu degani, agar siz uzoq yillar past maoshga ishlagan bo'lsangiz ham, biroq doimiy ravishda sug'urta badallari to'lab kelgan bo'lsangiz, pensiyangiz miqdori o'rtachadan past bo'lmasligi mumkin. Va aksincha, yuqori maoshga ishlagan, lekin badallarni to'lashda qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan shaxslar pensiya tayinlashda muammolarga duch kelishlari mumkin. Bundan tashqari, yaqin kelajakda yana qandaydir o'zgartirishlar kiritilishi ehtimoli ham mavjud.
pensiya tizimi doimiy ravishda isloh qilinib turiladi va hozirgi o'zgarishlar o'ksirgisi bo'lmasligi mumkin. Shu sababli doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borish va tegishli davlat organlarining rasmiy e'lonlarini o'qib borish zarur. Ertaroq tayyorgarlik ko'rishning ahamiyati aynan shu nuanslarda namoyon bo'ladi. Agar siz hozirdanoq hujjatlaringizni tartibga solsangiz, ma'lumotlaringizni aniqlashtirsangiz, kelajakdagi har qanday o'zgarishlarga nisbatan ancha tayyor turasiz. Bu sizga nafaqat vaqtni tejash, balki asabingizni ham asrash imkonini beradi. Mahalliy hukumat organlari va mahalla qo'mitalarining roli ham muhimdir. Ular fuqarolarga pensiya masalalarida yordam berish, ma'lumotlar berish va tegishli tashkilotlarga yo'naltirish bo'yicha maslahatlar bera oladilar. Ularning xizmatlaridan ham unumli foydalaning. Endi esa eng muhim qismga keldik, hurmatli do'stlar. Amaliy maslahatlar bu. Bo'limda men sizga aynan nima qilishingiz kerakligini, qayerga murojaat qilishingizni va qanday hujjatlarni to'plashingizni aniq ko'rsatib beraman. Bu har bir pensioner yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaro uchun yo'riqnoma vazifasini o'taydi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqing va tartibga soling. Bu eng muhim nuqta. Siz hozirgi pensiya hujjatlaringizni, ayniqsa mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Undagi barcha yozuvlar aniq va o'qishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Har bir ish joyidagi yozuv, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar, lavozimlar to'g'ri ko'rsatilganligini tekshiring. Agar mehnat daftarchangizda o'chib ketgan, tuzatish kiritilgan yoki noaniq yozuvlar bo'lsa, darhol ularni aniqlashtirish choralarini ko'ring. Buning uchun iloji bo'lsa o'sha korsona yoki tashkilotga murojaat qilib, arxiv ma'lumotnomalari yoki tegishli buyruq nusxalarini olishingiz kerak. Agar korsona yopilgan bo'lsa, uning arxivini topishga harakat qiling. Bu vaziyatda viloyat arxivi endi para kilish kerak bo'ladi. Unutmang, har bir yozuvning rasmiy tasdig'i bo'lishi shart. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga yoki Xalq bankining pensiya xizmatlari bo'limiga murojaat qiling. Siz bevosita pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, o'z ishingizni tushuntiring. Ulardan sizning ish stajingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazada qanchalik to'liq ekanligini so'rang. Agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, ular sizga qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. Bu maslahat bepul va qonunan sizning haqqingiz hisoblanadi. Agar pensiya jamg'armasi xodimlari sizga to'liq ma'lumot bermasa yoki qiyinchilik tug'dirsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ombudsman lavozimiga murojaat qilish huquqingiz bor. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni yig'ish. Mana sizga to'plashingiz kerak bo'lgan asosiy hujjatlar ro'yxati. Pasport asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va barcha sahifalarining nusxasi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oxirgi 6 yildagi ish haqingiz haqida ma'lumotnoma. Agar sizda butun mehnat faoliyatingiz davomidagi maosh haqida ma'lumot bo'lsa, bu yanada yaxshi. Bu ma'lumotnoma ish joyingizdan yoki korsona arxividan olinishi kerak. 4 ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar mehnat daftarchangizdagi ba'zi davrlar shubha ostida bo'lsa, sizdan ish joyidan buyruq nusxalari, ish haqi to'langanligi haqidagi ma'lumotlar, shtat jadvali kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Nogironlik guvohnomasi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, sharti oila a'zolari haqida ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun yoki farzandlar soniga qarab pensiya hisoblanadigan holatlarda. 7. Nikoh yoki ajrim guvohnomasi zarur bo'lsa, sekin harbiy bilet. Agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, harbiy xizmat davri stajga qo'shilishi mumkin. Boshqa imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mukofotlar, unvonlar, faksri yorliqlar. 4. Qadam, erta harakat qiling. Sizning hozirdan boshlab harakat qilishingiz juda muhim.
Ay 2026 yil 6 mayga hali vaqt bor deb o'ylamang. Hujjatlarni yig'ish, ularni tasdiqlash, kerak bo'lsa sud orqali stajni isbotlash jarayonlari bir necha oy, ba'zan esa bir yilgacha vaqt olishi mumkin. Vaqtni boy bermang, har bir kun muhim bo'lishi mumkin. 5-qadam rasmiy konsultatsiyalardan foydalaning. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki mening hukumatim MyGov.uz portali orqali onlayn murojaat qilib rasmiy javob olishingiz mumkin. Bu portalda ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan pensiya masalalari bo'yicha ham ma'lumotlar taqdim etiladi. Hatto pensiya jamg'armasining jol markazlari ham mavjud bo'lib, ular orqali telefon orqali maslahatlar olishingiz mumkin. 6-qadam o'zingizning huquqlaringizni bilishga intiling. Yangi qonun hujjatlari haqida rasmiy nashrlarni o'qing, ularning mohiyatini tushunishga harakat qiling. Bu sizga kerakli qarorlarni qabul qilishda va o'z manfaatlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Hurmatli tomoshabinlar, yakuniy xulosaga keladigan bo'lsak, Tibtiska yil asqbi mayddan boshlab pensiya ta'minoti tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga, uni olish tartibiga va hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun men sizni faol bo'lishga va hozirdan tayyorgarlik ko'rishga chaqiraman. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Savollaringizni bering va barcha noaniqliklarni hal qiling. Sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni va savollaringizni sharhlarda qoldiring. Siz bu vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qiladi? Savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'ling, chunki men doimiy ravishda sizga muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etib boraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doimo sabardor bo'ling.